Masalan, bugun men sizlarga Artcraft serverida kreativ rejimga o'tishni o'rgataman. Sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa boshladim. Birinchi serverga kirib olamiz. Shunda kirganimizdan keyin biz hech qanaqa o'xshamaydi. O'xshamaydi. Undan keyin Telegram kanalimdagi tekst kopirovat qilamiz. Buni yozishdan oldin bizga bu modda sketch qilish kerak bo'ladi. Sketch qilishdan oldin aytib qo'yay. Telegram kanalim описаниеda bo'ladi. Bemalol o'tib kanalga obuna bo'lib, modda sketch qila olasizlar. Bu 1.20.1 fabrik uchun. Modda ezganimizdan keyin buni bosamiz. Keyin modda olib joylashtiramiz. Undan keyin Minecraftdan chiqib qaytib kiramiz. Bu modda ishlatishda ehtiyot bo'lasizlar. Hech kimga buzilmasdan bemalol ishlatishlar mumkin. Antivirus hech qanaqasiga ban bermaydi. Aniq 100%. Kreativ qilib xohlaganinglarcha bemalol o'ynashlar mumkin serverda. Minecraftga kirib oldik. Serverga kiramiz. Kirganimizdan keyin tekstni kopirovat qilib shuni tashlab, shunda enterni bossak, biz kreativ rejimga o'tamiz do'stlar. Ko'rasizlarmi? Cho'mas ekanmiz. Menimcha biz kreativ rejimdamiz. Bu yog'ini o'zinglar bilasizlar, nima qilishni xohlagancha. Buni qo'yamiz uni. Serverda bor narsalar. Videoga like bosib qo'yinglar. Bundan zo'rlari, bundan qiziqlari oldinda.